Shunchaki janob Wells, men sizga bir gapni aytishim kerak. Nima bo'ldi? Aytaqo. Xullas, kecha siz shu qaytganingizdan keyin nima desam bo'ladi? Shu Starlabsda signalizatsiya ishladi. Shunga kecha Starlabsga kimdir kirgan. Qanaqasi kim kirishi mumkin, Cisco? Shunisini men ham bilmayman-da. Shu men qarab chiqdim, hamma narsani sputniklarga ham aniq kimligini bilmayapmiz. Kim bunaqa sezdirmasa kirishi mumkin? Endi sezdirmasdan kiradigan odamlar bular endi o'g'rilar albatta, lekin kim bo'lishi mumkin? Starlabs o'tgan safar signalizatsiyalar haqi o'zimiz ishlagandik buni ustida. Hech kim kira olmasligi kerak edi. Men ham hayronman, janob Wells. Ha, janob Wells, ha, Cisco nima bo'ldi? Shunchalik shag'al. Ha, keldim. Nimalar bo'ldi? Nima buncha shoshilinch? Bariga o'zing tushuntir. Bari, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshiligim bilinib turibdi-yu. Nima bo'ldi? Xullas, kechasi hammamiz tarqalganimizdan keyin Starlabsda signalizatsiya ishladi. Ha, signalizatsiya. Lekin menga kelmadi u. Ha, chunki o'zimiz ham bilmay qoldik. Men Starlabsga ertalabdan kelganimda qarasam kompyuterlarda shu xabarlar turibdi. Xo'p, mayli, maqsadga tezroq gapirish shoshilyapman men. Xullas, kechasi kimdir kirgan Starlabsga. Kim bo'lishi mumkin? Kim bilmaysizlarmi? Kim? Aniqlamadi. Hech qanaqa kameralar signalizatsiyaga tushmasdan birgina narsani o'g'irlagan. Ishini ustasi demak. Kim bo'lishi mumkin, ha? Men o'ylab turibmanki, shu narsaga temas, aynan shu narsani olgan. nimani olgan aynan? Ha, seni bilishing shart emas. Nimani olgan? O'tgan safar ham bilishing shart emas degansizlar. Nimani yashiryapsizlar mendan? Unga aytishimiz kerak. Xullas, bari, o'sha kuni ham sen ishdan kelib qolganing kechasi signalizatsiya ishlagan sababli. Xo'p. Va biz senga aytgandik, biz bir tajriba o'tkazayotgandik bir narsa ustida. Xo'p. Xullas, o'sha narsani o'g'irlab ketishdi. Nima edi o'sha narsa? Qolganini Harrison Wells aytadi, men gapira olmayman. Nima edi o'zi? Bitta muzotar qurol. Muz otadigan qurol? Ha, xullas o'zidan muz ishlab chiqaradi u qurol. Juda xavfli. Nimaga kerak u? Odamni bir soniyada yaxlatib o'ldirishi mumkin. Yo'q, Xo'p, nimaga kerak edi o'zi uni yaratishdan maqsad nima edi? Meta odamlarga qarshi yaratmoqchi edik. Mana men borman-ku, sizlarga ortiqcha narsa nima keragi bor? Aytadigan bo'lsak, mayli bari. Faqat shoshmang, to'xtang. Allo, eshitaman. Hajo, nima bo'ldi? Bari, tez ishga kel. Shoshil. Nega nima bo'ldi? Ketkalasang bo'lmaydi. To'p, hozir. keyin aytaman. Xo'p. Men ketishim kerak. Qolganini keyin gaplashamiz. Menga bari. Shaharda flash degan paydo bo'lib qopti. Tez menga o'sha flashni topib kelinglar. Janob, biz aloqamiz yo'q u flash bilan. Men bilmadim, hozir chaqirasizlar yoki shu yerda o'zida o'ldiraman hammalarni. Iltimos, janob, qo'lingizga qurolingizni tushiring. Qurolim tushmaydi. Nimalar bo'lyapti bu yer? Sen kimsan? Flash, seni kutgandim. Kutganding meni? Da, seni kutgandim. Nima kerak? Menimcha bu o'sha bo'lsa kerak. Xo'p, mayli, gapir. Sen kimsan o'zi? Bari, bu xuddi o'sha qurol, ehtiyot bo'l. Ko'rib turibman. Bu nimalarga qodir o'zi, janob Wells? Bu degan narsasini juda
qo'ya oladi. Yaxdek qo'radi. Va sinib ketib qolishi mumkin, xuddi shishadek. Tushunarli. Nima qilsam? Xullas, sen kimsan? Sen kim bilan gaplashyapsan? Hech kim bilan gaplashmayapman. Kim bo'lmasin. Hozir sen bu yerdagi odamlarni o'yla va o'zingni o'ylaganing ma'qul. Senga men kerakman, balkim tashqarida gaplashib olarmiz. Yo'q, shu yerda gaplashamiz. Afsuski, men unaqa narsaga ko'nmayman. Hali bir mana bu odamni tekshirib Yo'q, senga buni qo'ymayman. anu qamoqxonadagi odamlarni tekshiraman. Yo'q. Hoziroq Yo'q. qilinglar. Yo'qol. Sen xalaqit qilmaganing ma'qul. O, yo'q. Yo'q. Odamlarga tepib ketib qolishi mumkin. Ehtiyot bo'lganing ma'qul. Bari qibla o'ladi hozir. Bari qo'z qiblamasa o'lasa. Qayerdasan? Odamlar yo'qlatib tashlayman seni. Qayerga qochding? Voy Flash. Tayyormisan o'lishga? Qanday o'lmay? Janob Wells, nima qilsam muzlab qolganman. Zo'rg'a yuguryapman. Bari. Esimdan vibratsiya qilganing. Xuddi shunaqa vibratsiya qilib faqat tezroq qilishing kerak. Qilishim kerak? Qayerga qochyapsan? Flash qahramoningni sizlarni tashlab ketdi. Ko'rdinglarmi? O'tdim. Qanday? Muzam buzilib ketdi. Endi sen bu yoqqa kel. Xayr Flash, yana ko'rishamiz. Yo'q, ketaverdi. Wells qimir olmayapman. Qamalab ketib ket. O'zimiz san davolaymiz. Yaxshimisan Bari? Bo'ladi. Nima bo'ldi o'zi menga? Sani o'zimiz borib olib keldik. Oyog'ingni muzlatgan. Vaqtida o'ldirdik. Yurishim qiyinlashyapti. Voy. Agar oddiy odam bo'lganingda o'lib ketardik. Yaxshiyam senda tez regeneratsiya bor. Hujayralarning tez tiklashib ulgurdi. Qanaqa qurol edi? Qanaqa? Ya'ni hujayralarning tanang hammasini bir zumda muzlatib qo'ya olgan qurol. Agar u oddiy odamga kelganda oddiy odam joyida o'zida o'lardi yoki qo'l oyoqsiz qolardi sani o'rningda o'sha oddiy odam bo'lganda. Siz kanalga boraylik, markazga. Kostyuming va tez regeneratsiyang omading bo'ldi. Balkim. Kelaverasiz orqamdan. Siz men haligacha tushunmayapman nimaligiga uni.